Tort musobaqasi. Bugun Ayşe uchun alohida bir kun bo'ldi. Chunki maktablar aro o'tkaziladigan tort musobaqasining vaqti e'lon qilindi. Ayşe tort yasashni bakli yaxshi ko'radi. Uning yasagan tortini hamma bilan yoqtiradi va huzurini yeyishadi. Uning burun qatnashgan tort musobaqalarida olgan mukofot va medallari bor edi. Shuning uchun Ayşe bu musobaqaga bakli ahamiyat berib atadi. Birinchilikni elib, utuqlarga yangi bir utuq qo'shqisi bor edi. Ayşe maktab darvozasidan chiqib, o'zini saqlab turgan onasining yoniga yugurib bordi. Tort musobaqasiga oid tafsilotlarni onasiga bir-birlab tushuntirishga boshladi. Qizim, bu bakli yaxshi xabarkan. Siz uchun shunday xush bo'ldim. Ana, maktabda tortni mendan yaxshi yasay oladigan hech kim yo'q. Qarab turib, men cho'qib kutaman. Ayşe bilan onasi uyga qarab mangdi. Ayşe, qizim, atrofingizga bir qarang. Nima degan ko'p odamlar bor, shunday emasmi? Mush odamlarning har birining boshqalardan farqlanib turadigan bir talanti, ortiqchiligi bor. Ammo bu ortiqchiliklar faqat ularning tirishchanligi bilan qo'lga kelgan emas. Balki ulug' Allohning ularga ato qilgan hadiyasi. Xuddi sizning talantingizga o'xshash. Shuning uchun kamtar bo'lib, ilkingizdagi narsalarga shukr qilishingiz ham o'zingizni boshqalardan ustun ko'rmasligingiz kerak. Mushunda qilsangiz, payg'ambarimiz xush xabar bergan kishilardan bo'la olasiz. Ayşe bugunga qadar bularni faqat o'ylab boqmagan edi. Payg'ambarimizning xush xabari nimadi? O qiziqish ichida. Ana, payg'ambarimiz nimadan xush xabar bergan? Payg'ambarimiz mundaq degan: kimiki kamtar bo'lsa, Alloh uning darajasini ustun qiladi. Qizim, Allohning yaxshi ko'rishiga erishish va uni yaqinlashish eng chong tutuqdan iborat. Shunday emasmi? Bu gaplar Ayşe'ning qalbini illatdi. Bir ozdan keyin ular uyga yetib keldi. Ayşe hujrasiga kirib, qo'liga qalam qog'oz elib, tort lohiyalarini chizishga boshladi. Qandoq tort yasasam bo'la? Bo'ljirganlikmi, shokoladlikmi? Yoki aralash mevalikmi? deb o'ylanishga boshladi. Birdan o'ylangandan keyin aralash mevalik tort yasashni qaror qildi. Endi navbat tortning shaklini tanlashga keldi. Mana bu eng tasiri edi. Yurak shakilli qilsam qandoq bo'la? Yoki yo'q, yulduz shakilli qilay. Yo'q, uni bo'lmag'idek. Eng yaxshisi rang-rang Hasan Husayn tort qilay. Ayşe endi qandoq tort yasash haqida aniq bir qarorga keldi. Ayşe onasining yoniga berib, Hasan Husayn tort haqida o'ylaganlarini deb berdi. Qandoq deysiz ana? Bu tort bilan cho'qim birinchi bo'laman, shundaqmi? Jinim qizim, siz qo'lingizdan kelishicha tirishing. Natija qozonsangiz kamtar bo'ling. Bu natijaning Allohning sizga bergan hadiyasi ekanligini unutmang. Natija qozonolmasangizmi, ko'nglingizni yerim qilmang. Bu musobaqa sababli qanchalik xushal bo'lganligingizni va boshqa maktablardan yangi tanishgan do'stlaringizni o'ylang. Musobaqa kuni yetib keldi. Sallash natijasida ikki maktabdan ikki raqobatchi qolgan edi. Ularning biri Ayşe, yana biri qo'shni maktabdan qatnashgan Merdan. Har ikkilan onasining yordami bilan o'ylab chiqqan tortlarini yasab chiqqan edi. Lekin men yengib olsam Merdan qandoq bo'lib ketdi? Balkim yengilib qolganligi uchun ko'ngli bek yerim bo'la. Qashki har ikkimiz tan xushal bo'la olgan bo'lsak, deganlarni xiyolidan o'tkazdi. Arqadilla uning kallasiga bir aql keldi va tortiga azroq o'zgartish kirgizdi. Mevalar bilan chiqargan Hasan Husayn shaklining bir uchiga o'zining maktabining, yana bir uchiga Merdanning maktabining ismini yozdi. Endi bu tort ikki maktab orasidagi do'stlikqa simvol qilindi. Bundaq bo'lganda, mening tortim birinchi bo'lsa-mu, har ikkili maktab yengan bo'ladi. Tanlash orqali musobaqaning birinchiligi e'lon qilindi.
konvertdan chiqqan ism Mərdan idi. U to'liq ishonch bilan birinchilikni kutgan edi. Shu chaqda anasining gaplari uning esiga keldi. Anasi kamtarlikning Allohning yaxshi ko'rishiga erishtiradiganligini, eng cho'ng utuq ekanligini aytgan edi. Ayşe o'zini darhol o'ngshab, do'stini chin ko'nglidan tabrikladi. Dal shu chaqda sahnaga yana bir konvert keldi. Baholag'uvchilar Ayşe'ga eng mehrlik tort mukofotini berishni qaror qilgan edi. Bu Ayşe uchun haqiqatan o'ylab baxmagan cho'ng xushallik bo'ldi. Ayşe'ning ko'ngli ağan mukofotining nomidagla mehr muhabbatga to'ldi. Ayşe o'zi arzu qilgan mukofotiga erishdi. Buningdan muhimi kamtarligi bilan bir talay kishilarning yaxshi ko'rishiga nail bo'ldi. Amdi navbat bu xushal minutlarni tort yegach tabriklashga keldi.